Assalomu alaykum. Yana bir bor 2026-yil 2-fevral kuni yana Paxtako'rda, Jizzax viloyati Paxtako'r tumanida yana ot ishqibozlariga mana otlar. Bir akamiz otlari turgan ekan. Otning ishqibozlariga mana ot jonivorlar o'tlab turibdi, porqallab qo'ygan ekan. Oq ot hammasi mana bechoralar jonivorlar yomg'irda tikan ko'shab turibdi mana. Ha jonivor. Mana. Ha jonivor. Ha jonivor. Voy, sekinroq. Ovqatimizni tanishtirdik. Emcha baytalagan. Ovqatimiz tepada qoldi. Ana toyimiz bor ekan. Endi egasi kimligini bilmadim. Endi uzr, beruxsat olganim uchun hurkayapti. Ot jonivor hurkayapti. Toylar. O'sha oqatni bolalar menimcha. Mah. Hey. Janjal qilma, xuligan. Mah. Ha bo'ldi. Bormayman oldinga. Mana. Jiyan, senda ham shunaqa otlar bormi, xudo xolasa? Mana hammasi. Tepada oqat turibdi. Hammasiga yemiş solib qo'yibdi. Ot senikimi aka? Ana otni bolalari? Ha, otni bolalari? Oqatdi. Assalomu alaykum. Isming nima? Bobomar. Bobo Osmonning o'g'limisan? Ha. Ukasimisan? Yo'q. Bu necha yashar toylar bular? Bilmayman. Bilmaysan? Dadam bilan. Dadang ismi nima? Abdurahmon. Oqatchi? Ovqat qari. Baytala, ha? Bolalari yo'qmi bunda? Ha? Bolalari yo'qmi bu yerda? Bor. Qaysi biri bolasi? Ha, birinchidagi, boshqa. Молодец. Nechinsin sen? 4. Молодец. Bobo? Bobomlar. Bobom bor. Mening ismim O'rolbek ekan. Charchama. Charchamanglar.